Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olamni yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Hurmatli bizni kuzatib turuvchi aziz obunachilar, barcha musofirdagi aka-ukalar. Ben kechandan keyin videomdan keyin endi kelmasam bo'lmaydi. Bitta ikkita aka-ukalarimiz Akmal boshlading endi oxirigacha yetkazdi. Nima bo'lsa ham yordam qilib aniq turamiz endi. Qo'limizdan kelgancha asta-asta harakat qil uka. Obag'i Allohdan. Sen ham kuzatib turgan aka-ukalaring bor, bilamiz. Qo'llab-quvvatlashadi inshaalloh. Bag'i Alloh senga o'zi kuch-quvvat berish shunchasidan bo'ldi, buyog'i ham bo'ladi. Kam obunachining bo'lishiga qaramasdan shu ishga Allohning anonsi bilan boshlading, tavakkal qilib buyog'ini endi tashab qo'yma ukajon. Nasib bo'lsa, yonasib yaxshi bo'ladi deb hojonalarim, obunachilarim telefon qilishdi. Barchalar haqqi turib. Sog' bo'ling aka. Shular telefon qilib eshitib boshlayver uka. Bag'i Allohdan deyshandi. Men yana qaytdim ishimga. Endi asosda qo'llab-quvvatlab tursalaring bag'i yaxshi bo'ladi. Uje ravda, mana tepa ravda qo'yishdi uje bir tomonni. Ravda qo'yishni boshladi. Chornovoy vastalar qoqib bo'lindi, darvozaxonaning taglari ham uje vanolar qoqib bo'lindi. Mana aka. Sardor, mana ikkita taxtani tagi bor-ku bolam. Mana shu yerga qoqish kerak. Uni bunaqasi qoqish kerak. Ha? O'sha yerda qoq, g'ishti joyini qoldir. Shu ikkita taxta turibdi, mana shu yerda mana shu ikkita taxta turgan joy qolgan. O'sha yerda o'g'lim qoqib taylasa, bo'ldi. Keyin mana bu zardevorlar orasiga g'isht teramiz, taxtalar, balkalar arasini. Undan keyingi qiladigan ishlarimiz va bu xonani ichini uje chornilarini qoqib bo'ldik, hurmatli aka-ukalar. Bu xona dardadan kirishi o'ng qo'ldagi xonaning ichini chornovoylari uje qoqib bo'lindi. Nasib buni ustidan karton tashlaymizmi, ko'ramiz. Nima tashab bo'lsa ham loyshoqqa tayyormiz. G'ish olib kelishimiz kerak. Bizga g'ish yetmayapti, chunki zardevolga g'ishimiz yo'q. Buloq g'ish olib kelamizmi? Ko'ramiz endi. Bir 400 ta g'ish kerak bo'lyapti. Xullas tepada mana shunday alt tepani ham ko'rsataman sizlarga. Tepani ham ko'rsataman. Xullas tepa holatlari. Tepa uje chornovoylar bu tepan chornovoylari hammasi urilgan. Bunaqasi urib chiqilgan. Bu bunaqasi urib bo'lindi darvozaxona usti bilan. Hozir mana zontigimiz tagiga telefonimiz qo'yib promo efir qo'yamiz. Nasib bo'lsa yonasa bitan keyin. Mana bu mana ravdo tashalli. Mana shu notini rav deymiz-da biz. Mana shu balka tashaldi, balkaning ustidan strapl keladi inshaalloh. Keyin xuddi mana shunday samarqandskiy stilda qilib oldi mana bir shipirga yopiladi ona. O'sha birinchi qator qanday bo'lishini istokalarni o'zi chiqarib qo'yishdi. Og'aynlari yo'qmi, bular qarindosh yo'qmi degan savollarga shu onaxonni jallari bor ekan. O'tgan marta ham kelib yordam qilishuvdi. 2-3 kunmi? Mana bu qallar ham kelishdi, shu videosini yopib berishga harakat qilishdi. Qilishyapti. Xullas to'g'riroq aytganda, nasib bo'lsa nasib. Shipirlarga kelsak, shipirlarimiz bor. Shipir olib kelingan, shu Yangibog' mahalla fuqarolar tomonidan shipir olib kelingan. 100 ta shipirimiz mana ko'chaga taxlangan turibdi. Mana shu 100 ta shipirimiz turibdi. 450 metr rekamiz turibdi, mana 450 metr. Narada balkalarimiz turibdi. Tomusiga balkamiz yetmaydi, baribir yetmas ekan. Chunki hisob kitob qilib ko'rishdi ustolar. Balki yana olishimiz kerak odroqini. Hozir mana shu ikkita strapl turgan joy shuna chornisini urib chiqdi o'g'lim. O'sha bu masalasi hal degani. Zardevorli mana shu keyin balkalar orasini g'ishin terib chiqamiz. Ertaga loyshoq. Aka, ertaga loyshoq. Hasharga keling. Mana ertaga loyshoqda o'tib ketgan odam bezovta qilyapman. Zo'ra. To'xtang aka, demadim qayta. To'xtang aka. Ertaga nima ish qilasiz? Hasharga kela olmaysizmi deb so'ramanman.
Hurmatli aka-ukalar, shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bugungi yangiliklarni hali kechga video qilib chiqaramiz buni. Nima ish qildik, nimalar olib keldik, qayerga bo'ldik. Xullas shular haqida kechga video chiqaramiz. Bizni kuzatib borgan barcha aka-ukalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Hozir mana shundan bundan burchakka qarab bitta taxta ketadi. Bu yerda burchak solbaga qarab. Keyin buyog'idan bunday burilib, burchakka qarab boradi. Ketdi shu bilan. Tom bag'i ketadi degan inshaalloh. O'sha bir chipirga oldi, bir chipirga yopilyapti aka-ukalar. Bir chipir oldi, orqaga 2,5 chipir bo'ladimi? Orqaga necha chipir bo'ladi Fatqulla aka? Fatqulla aka, orqasi necha chipir bo'lyapti? Ha, shu o'zi aytdimki 2,5 chipirga o'zi to'g'ri bo'layotgan ekan, yaxshi. Shu aytgandim. Fatqulla akam ustolar, hadamay rasta ketaman turibdilar, lekin shu kanallari, qish-tovarlari bir iltimos qilgan ekan, bugun kelganlar. Shunga yordam beray, shu ularga deb Alloh uchun haqlarga duo qo'yasiz. Akamizning haqlarida sheriklari yonlarda. Akamiz haqiga duo qo'yasizlar. Davom etinglar. Qolgan videolarda nima ishlatganimizni kechga olib shu video qilib chiqaramiz. Barchalarga Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Ish jarayonlarini video qilamiz endi. Mana akalarimiz ishlab turganini, o'zimiz ishlab turganini promoyfer qilib abetgacha ko'rsatdik. Bizni ko'rsatib borganlar ko'rdi. Promoyfer qildik, polni hech kimdan pul ham so'ramadik, boshqa ham qilmadik. Faqat ishimizni promoy ko'rsatdik, efir qilib. Endi video qilib oldroq kechga 15 minutmi, 20 minutmi qilgan ishlarimizni video qilib chiqaramiz inshaalloh. Rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Salomat bo'ling. Ancha ish bo'pti-ku, mashalloh. Yaxshi, zo'r ish bo'pti. Chorlan qoqdik. Aha. Endi nasibdan zardi o'tishga qayerdadir g'ish bo'ldi desa, to'g'risi. Yo'q. Tun baxtdan qayerdadir Qiziloyda deb aytdi. Qiziloyda men bola turibsan, men jumadan chiqdim, keyin kelib aytdim, nomer bergan menga, telefon qilaman. Hozir yetadan to'rista. To'rista ham zardi bo'ldi tersa. Yaxshi ekan, zo'r bo'ladi. Pul beraman dedi. Bundan olasa, bugun telefon qilaysiz. Ha, nima kamchilik? Bizda kamchilik taxtamiz o'ldirib yetmay turibdik. Keyin mana yetibdi-ku aka. Yo'q, hali usti bo'ladi. Shifrga. Ha, shifrga endi. Shifrgacha bu yoqda qo'yavering, xudo xohlasa ham keladi aka. Yo'q, demoqchimanki, zanana qilib qo'ysa, ishim to'xtab qolsa keyin xohlamaydi xudo xohlasa aka. Qarzga ham bo'lsa olib kelib, xudo xohlasa bu to'xtamaydi ish. Keyin shikaturchilardan bir tomondan boshlagan kerak bu. Aha. Shikaturchidan hozir ham pul to'ladi, to'g'ri pulimni olgani uchun. Aka, ham o'ylasi bor, xati bor. Birinchi kelaman, nima xati o'zim tomonim. Qani qilardi? Ustolar hozir uyga nimadir oldi, tomon urilishdi. Uyga bu tomonga pullarni deb Bu bolalar qayerdan edi bular? Bu bolalar qayerdan? Shu mahalladan ha, vaqti. Kim edi u? Endi ikkita ustani aytuvdim, to'g'risi, mayli doladan biz yordam qilamiz dedi, qilib beramiz dedi. Bir ikki ishimiz bor dedi, mayli men borib qilib beraman dedi. Lekin sen bular shikoyat qildi, keyin men indamadim ularga. Yo'q, mayli, hali uydagilar bu shikoyatga aytganman. Ha. Aka deganman, men o'zim mana bu ko'milroqli hasharklar olib ishlatsam, u meni solib ketaveramiz degan, u muammo yo'q degan u bola. Mayli, men ham xizmatimni olaman, kim kelsa ham xizmatdan asosiga qancha yengilsa, qancha berishadi ustoga? Bu ustoga masalan hozir hamma joyimizda 200 kvadrat 5 million pul berishim kerak. Qancha necha puldan qilib beryapti? Bular 25 mingdan qilib beryapti. Boshqa joyda o'zim mashqa turganman, 30 mingdan urganman-da, xuddi mana shulashini. Mana 30 mingdan shaxsiga qo'ydim, bu yil ko'tarildi narxi. 35 ming qirmi bo'lyapti-yu. Hali bu faqat gruntovka dedimi? Yo'q, bu gruntovka. Bu gruntovka bo'lgandan keyin ustidan yengil otib, zinglatib ketadi-ku. Ana shu usini zinglashiga siz aytasiz, ustirani aytamoq bo'lsa yordam qiladi. Yo'q, bular keyin bularga aralashsa bo'lmaydi. Shuncha aytasiz, keyin hozir bizga yordam qilsa. Yo'q, mana bu yerga aralashsa bo'lmaydi. Bular mana ular kelsa mana bu yer turibdi mana. Ichkarimi? Ha, ular kelsa mana bu uyda shikoyat, bu uyda ham tekshirib, ikkita ishlar ishi bu uy.
Mana bu uyda ichini ham agar bana bo'lsa reka qoqtirib anoq tashlaymiz. Bo'ldi, bo'lmasa mana shu ikkita uyda qoldiring, men aytaman, xudo xohlasa qilib. Shuni men bugungi hozir unda telefon o'chibdir. To'g'ridan bizga o'zim hozir alam qilyaptiki, nima uchun shuncha qilmading? Mana sizga shunday tashaffum kartaga deyapti. Cheki bilan qilyapti. 1,5 million deyapti, men o'zim tashaffum odam deyapti. Ancha vaqtdan beri shu pulni bermay yurdi deyapti. Shuni o'zi ehson qilgandan so'raganim yo'q pulni berdi. O'zi qanday qalbiga xudo soldi, shunday pul kartaga tashlab qo'yapti deydi hozir. Ko'pchilik ana g'ishti bergan odam aytadi, uka bir problem pishirish qilib ko'chaga. Shu aytadi, uka deydi, shon deydi, bir joydan bir deydi, muammo kelish kerak deydi. Men o'zim ichimdan his turdim deydi. Shu g'ishti deydi, senga ehson deb berib yubordim deydi. Baxtiyor uka, ko'ngilda nima qilmang, inshaalloh bo'ladi hamma aka. Xudo xolasa qilamiz. Boshladigini inshaalloh boshlagan narsa imkonsiz bo'lgan. Men-ku oraga mana men bilan sherib turgan opam tashlab ketdilar. Mayli. Mayli, opam aytdi. Mayli. Ayol kishi endi boshlagan bo'lsa, mayli endi. Men undan xafa emasman. Yo'q. Chunki meni qiynalayotganimni ko'ryapti-da, chunki men bolalarimni bu yerga qiynab, jinalarimni qishloqqa ishlatdim-da, chunki o'zimga nagirib qoldi. Ana bu hashar bo'ladi-ku, xudo xolasa ko'pchilik bor. Kelamiz bu ketamiz hasharda. Sekin ana g'olib aytdim-ku, qarigan Nuroniga Bo'lar ha. Assalomu O'sha hashar bilan olib kelaman, xudo xolasa men. Ertami? Erta hashar bo'ladimi? Ertalab ketaramizmi? Yo'q, g'isht terib beradidan, bir yog'idan misol bu yerdan. Bu yerga hozir 1,5 tadan g'isht ketadi. Bu ikki tomoniga zingillatib chiqaraveramiz. Buni ham xuddi shunday bu ko'p termaydi-da. O'zi tayyor. O'sha kardonlarimizni kechqurungacha, qarongacha olib kelib, ertaga loyshot qilishimiz kerak. Chunki biz ish ko'rsatmasak bu. Bo'ldi, gap yo'q, xudo xolasa. Akmal aka, men inshaalloh buni sizga kesib qo'ysam, g'ishtini ularni xudo xolasa to'rtchidan bo'ldi, gap yo'q. Tamom. Bo'ldi. Xudo xolasa, bu asoyda ketamiz, xudo xolasa. Shu ishni qattiq ushlaylik. Bo'ldi, xudo xolasa. Qolmaydi aka. Qolmaydi. Ijobat bo'ladigan soatlardamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulilloh. Parvardigor, mana shu muborak kunlarda, mana shu issiq kunda mana ustalarimiz xizmatda o'tiribdilar. Akamiz ham Alloh kasb qilib o'zing barakot bergan, qo'llari Alloh dard ko'rmasin. Bu savobli ishda xizmatda o'tirgan, ehsonda o'tirgan, duogo'y bo'lib turgan azizlarimizni Alloh o'zing panohingda asragan, kasb-korlarga barakot bergan, tan jonlarini Alloh o'zi salomat qilgan. Ilohi bu savobli ishda qiyomatda soya bo'lmaydigan kunda Allohning boshlariga soyabon qilgan. Musofirlarimiz ham ehsonda bo'lib, Ilohi o'zing safarlarni xayrlik, barakotli qilgin. Ilohi barchalarni g'animlar bilan, ko'p pullar bilan xonadonlariga qaytishlikni Alloh o'zi nasib qilgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi rahmatika ya arhamar rohimin.
Hurmatli aka-ukalar, xullas balka ravda tashladik hozir. Ravda tashlayapmiz. Usta akalarimiz уже mana ravda уже mana ozgina qoldi. Keyin balkalab boshlaydilar, balkalab. Asta-asta balkalab boshlashgandan keyin hozir ozroq bir joydan loyig'ish topib kelib, biz qolgan zardevorlarni terishni boshlashimiz kerak. Shu loyig'ishni orqasidan bo'la Hoji Bomozni va'dan so'rayman deb masjidimiz imomi nima qilib beraman deb ozroq loyig'ish bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ketdi bir 3 hissami, ketsa 100-2 hissami loyig'ish ketadi zardevorlarga. Nasib bo'lsa nasib. Zardor desa ertaga shanba nasib o'sha loyishvoqda qilsak ham bo'laveradi. Ha, Fatullo aka. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa nasib. Shunaqa darajada Fatullo akam ravlarni tashab balkalayveraman aka. Nimaga imkoniyatim bo'lsa shu ishni qilaveraman. Meni qo'tirmadirlar, aytdim, mayli aka, nima qilsangiz qilavering. Dedim, akam o'zlari işte mana shunda mana bu tomonlarni o'sha balka anaqa qilib bo'ldilar, mana bitta burchak chiqardilar o'sha. Bitta burchak chiqarib keldilar. Hozir mana shu o'rtaga bitta balka qo'yadilar-da. Shu o'rtaga bitta balka qo'yib, bir-biriga ulab, keyin bu yerdan burchakka qarab, shu burchakka qarab tortadilar. Keyin balkalarni o'rib mana qilaveradilar. Balkalar tashib ketaveradilar. Biz bu katta soda bu odam. O'zlari bilan kestaveradi. Mana shu tomni bir dona shipir bizada. Bir dona shipir oldi necha pul yo'qlabdi Fatullo aka o'zimizda? 65-70. 65 ming, 70 ming agar sherda. Fatullo aka hisoblab ko'rdingmi, shunga nechta shipir ketadi? 85 ta 90 ta shipir ketadi. 85 ta 90 ta shipir. Agar shuncha shipirni agar mana shu odamga agar pulga gaplasak, keyin bu odam masalan boshqa odamga-da keyin gaplasak ham 80 ta 85 ta 90 ta shipirda endi pulini hisoblayveringlar. Orqasida qo'y. Chunki oddiy shishka-turkani pulini hali berilganimiz yo'q. Shipirlarga, g'ishtlarga ham vahshin bo'lar ekanda. Hali ham shuncha faqat material olib boshqa qilib shu darajaga yetib keldik. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Nasib qiyinchilik bo'ladi. Birinchi ishda hech kim qiyinchilik bo'lmasdan o'tib keta olmaydi. Men buni yaxshi tushunaman. O'zgarcha ozmi ko'pmi qiyinchilik bo'ladi. Asta-asta shunday bo'lib yaxshi nasib bo'lsa 40 ming, 50 ming yo 100 ming obunachi bo'lgan vaqtlari 5 ta 6 ta istobollar olib, keyin o'zim yaxshi chiroyli sifatli videolar chiqarib, kerakli joylardan video chiqarsam bo'ladi. Hozir bunaqa 7000 ta yo 7000 ta obunachi bilan usta olib ishlash xato deb bildim men. Nima bo'lsa ham men hasharchilarga suyandim, o'zim qattiq mehnat qildik. Shu darajaga yetib keldik aka-ukalar. Endi bu yerga oz-ozdan shu ustalarni oshga turchi ustalarga pul berishim kerak. Eshik olishim kerak. Shularga oz-oz qo'llab turib, patologimiz bor. Keyin yana bizda ishkamiz bor. Mana uy oldini zaborini chiqarishimiz kerak. Zabor deganim yo'lakchasini. Yo'lakchasini chiqarishimiz kerak. Bu uyda hammom yo'q hali. Hammom yo'q. Shu hammom ishlarini ham var, hammom tualeti yo'q-da xullas. Shu narsalarni qilishimiz kerak inshaalloh. Bag'ini qilaveraylik, nasib bo'lsa nasib, ularga ham bir hay barakallah qilsak inshaalloh bitib ketadi. Ha, Fatullo aka. Inshaalloh yo nasib. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday Fatullo akam har kelganda uka, siqilma. Bu sen qilayotgan ishlaring nasib yaxshi. Nasib hammasi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh harakat qilaver. Bu yoq yaxshi bo'ladi uka deb har kelganlarga aytadilar. Endi siqilib qolma, nasib zo'r ko'p kelib turadilar. Shu kelgan paytlari aytadilar uka, siqilma bo'ladi hammasi. Hali ham yomon emas. Shu qo'llab turganlar hammalarga rahmat deb aytadilar. O'zlari ham befarq emaslar. Shuni bir og'iz telefon qilib, agar uyda bo'lsalar, aka, qaydasiz uydaman desa, aka kela olmaysizmi desa, zingillab keladilar. U muammo yo'q. Faqat endi ishlar bo'lgan payt kelaman, qolgan paytlar keladilar. Haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Fatullo akamni, mana aka bu akamni ham. Aka sizmi? Islom akamni ham haqlariga duo qilib qo'yinglar.
3-4 marta kelganmiz, hali biron marta bir so'm pul so'rashgani ham yo'q. Chunki bu o'sha uydagi onaxonni jiyanlari bo'ladi. Bular. Shu uyda fundamentini ham sizlar qilgansizlar, Fathullo aka? Uyda fundamentini mana shu akalarimiz o'zi qilgan ekan. Fundamentini ham o'zlari hasharga qilib ketishgan. Unaqachun pul emas, o'sha payt hasharga qilib ketishgan. Labay? Ha, juma kuni bo'lgan ekan. Yaxshi kunda kelib. Qarang Fathullo aka. Juma kuni siz boshlagan ekan. Men juma kuni mana shu uyga kelganman. Men juma kuni kelib, birinchi videomga qarasangiz, men juma kuni keldim, mana Allohga tavakkal, yaxshi kunda bitta bir qadam oldinga boshladim. Meni qo'llab-quvvatlanglar aka-ukalar deb murojaat qilganman-da o'sha kuni kelib. O'sha kuni kelib murojaat qilganman, nasib bag'i ana bu ketganda Alloh ol qo'limi deganmi? Mana bag'am masjiddan chiqib kelib boshlavordingizmi? Ha, bir xil bo'lgan ekanmiz-da. Men ham juma kuni kelib boshlaganman aka-ukalar. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin, qo'llab-quvvatlab turgan barcha aka-ukalarimga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aka-ukalar, qaranglar nimalar bo'lyapti bu yerga? Nimalar bo'lyapti? Ma'rifat opa nima olib keldingiz bizga? Chalob olib keldim. Ye, qani. Bu issiqqa chalob shunday ketadi. Keling, mana bu yerga kelingchi. Mana yerga olib keling, chalobni mana. Mana yerga olib kelingchi, mana bu yerga qo'yingchi. Voy. Takkina bo'laylar deb. Yaxtek, ana uni xolodilnikka suvga qildingizmi? Ha? Xeyr, mana Iloji yo'qini yerga. Yerga emas, mana shoshmang, mana satilib chappa qilamiz. Satilib chap. Nima tushmasin deyapman-da rasm. Mana aka, satilib uchiga qo'yingchi. Aha. Voy, mana chalobni qarang, chalobni yaxta suvga qildingizmi? Yaxta xolodilnikka suv qo'yib qildim. Voy, mana. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh rozi bo'lsin, apam. Bismillah. Chalobdan qarashdilar bo'lgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. O'z akalar. Ishlarimiz o'ngidan kelsin. Aytganingiz kelsin, opajon, aytganingiz kelsin. Alloh har bitta insonni hammasini ehsongo'ylardan qilsin. Mana Sizga o'xshagan insonlar bu ga yordam qiladigan, mana shunday bir fayzli xonadon, ko'rkli xonadon qiladigan qilsin. Hammamizni. Akalar, tushinglar, chalobga tushinglar, mana chalobni ushlab yurmaslar chalbang mana. 2 minutdan keyin isib qoladi aka, chiqing. Yaxna chaloblar keldi, tog'lar. Yaxna chaloblar keldi. Yo bismillahirrohmanirrohim. Yo bismillahirrohmanirrohim. Buni bir joyga qo'yib, o'zim dech qolmasam yiqilib ketaman. Uy qolib ketmasin yerga. Yo bismillahirrohmanirrohim. Yo bismillah. Ey, bari yiqilar ekan mana shu yelkaga silib yiqildim. Hurmatli aka, mana bu stoykalarimizni, mana stoykalarimiz, mana bu bitta stoykamiz, qani bo'lsa mana shu stoyka asosiy ushlab turadigan mana bu stoyka bo'ladigan bo'lsa, mana shu stoykamiz Abbos akamning nomidan mana shu qo'qilgan bitta stoykamiz. Mana bu stoykamiz Bobur akamning nomidan qo'qilgan. Mana bu stoykamiz Oybek akamning nomidan qo'ygan. Bu Oybek akamning bu anasi o'rtaga turibdi. Stoyka nomidan qo'qilgan. Mana bu stoykamiz Hanif opamning nomidan qo'qilgan mana shu stoykamiz. Mana bu stoykamiz Akmalxon akamizning nomidan qo'qilgan. Mana bu stoykamiz Amirxon akamning nomidan qo'qilgan. Mana bu stoykamiz Robiya xojonamiz nomidan qo'qilgan. Mana bu stoykamiz Mohira xojonamiz nomidan qo'qilgan. Mana hozir stolarimiz qoqadigan bu stoykamiz Go'zal opamning nomidan qo'qyaptilar. Go'zal opam nomidan.
Mana usta akamiz Mehriddin akam Denov Oltinsoydan. Shu akamizni nomidan qoqilgan usta aka. Bu usta akamiz. Mana shu usta akamizni borki, oxiringi usta akamizni bitta narsa o'ysim ma'qul deysizlarmi yo'qmi? Mana shu usta akam meni nomimdan qoqilsin, yozib beylar. Bitta oxiringi usta aka o'zimning nomimdan qoqildi sherga. Keyin hali yana darshi, hali yana ishlarimiz davomida balkalar qoqiladi, strapilar qoqiladi-ku. Strapilar ham xuddi shu hurmatli bizni kuzatib borchi. Mana bu ustidan ketadigan mana ravlar borku, mana shu ravlar barcha ehson qilgan akalarimizni, opalarimizni, hojatlarimizni, musofirdagi aka-ukalarimizni nomidan mana shu ustidan ketgan rav, mana shu balka biz rav deymiz. Mana shu stoykani ustiga turgan anonimiz shu aka barcha ehsonchilarning nomidan turibdi. Mana shu hamma xizmat qiladi-da bu. Mana shu eng xizmat qiladigan joyi mana shu ustidagi yog'ochi strapli. Barcha ehson qilganlar haqidan. Mana bu yerdan bitta pastga qarab ketadi, mana burchakka qarab. Uyda mana shu G obrazmi bo'lgandan keyin usta akalarimiz buni yaxshi tushunadi. Mana shu G obrazmga kelgandan keyin bundan salbaga qarab ketadigan bu surpriz kim nomidanligini to'y bo'lgandan keyin aytaman. Mana shu burchak sinadi-ku, uyda burchak G obrazmi bo'lgan. O'sha usta akaning kim nomidan ketganligini qo'yilgandan keyin shuni aytaman, bu surpriz. Bizni kuzatishga davom etinglar. Keyin sizlarga aytsam, mana bu yerga tomimiz ustiga mana chornadan keyin anov keldi, mana kardonlarimiz keldi. Kardonni qo'yamiz ustiga, nasib bo'lsa nasib. Mana bir to'da kardonlar keldi. Mana shu manovimizda kardonlar keldi. Alloh rozi bo'lsin, shuni uni ham ehsonga berib yuborishdi. Bizni kuzatishda davom. Xuddi shunday keyin mana shu yerda xizmat qilgan akalarimiz haqiga mana bu chorni taxtalarimiz borku, mana shu vastalarimiz ham barcha xojonalarimizni nomidan pul tashlab bergan, mana shu ehson qilgan xojonalarimiz nomidan sherga qoqildi. Barcha mana shu chorni yog'ochlarimiz barcha shu xojonalarimiz nomidan qoqilgan. Har bitta xojonalarimiz nomidan mana shu uyda tagidagi mana shu vasta mayda yog'ochlar bor-ku, har bittasi o'shalarning nomidan qoqilgan. Haqlariga duo qilib qo'yamiz, hammalarining haqiga, hojatlar barchalarining haqlaridan bizni kuzatib borayotgan, bizni qilayotgan obunachilarimiz bor-ku, shular nomidan qoqilgan. Ana shu insonlar bizni kuzatib borib, like bosayotgan aka-ukalarimiz bor-ku, obuna bo'lib ketgan. Shu Akmaljonni kuzatay deb qilgan akalarimiz, singillarimiz, ukalarimizning nomidan mana shu barcha chorin taxtalarimiz qoqildi. Shu insonlarning haqiga. Meni qo'llab turgan, mana bu kommentariy yozayotgan Akmaljon omad. Akmaljon sen uddalaysan. Akmaljon sen bu narsani nasib bo'lsa hali zo'r bo'lib ketasan. Yana bitta menga yoqqan bir opaxonimning ma'nosi bor. U opaxonim nomidan mana shu Akmaljon ertaga senga boshqacha bo'ladi. Ertagacha Alloh g'oyibidan beradi deb yozgan bir opaxonim bor edi. Hali ismlarini anchadan beri qidiraman. Qaysi kommentariyaligini topolmayman. Birinchi mana shu balkamiz, mana shu hozir straplimiz, mana shu kelgan straplimiz. Mana shu kelgan straplimiz. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilar, o'sha ravlarimiz qoqib bo'lindi. Promo efirda turgan zontni bizyaptilar. Endi zontni promo efirini borib boshqa joyga men o'zi ishimni qilishim kerak deyaptilar. Haqlariga duo qilib qo'yinglar. U zontga tagiga telefon turibdi. Bizni bu yerga burchakka qarab uyda burchagini chiqaradilar nasib bo'lsa nasib. Mana bunaqasi munnay hech burchakkacha bu burchakdan munnay kelib bu yoqqa qarab G obrazimga qaytib bunnay kelib mana uyda oxiriga kelib to'xtadi nasib bo'lsa nasib. Inshaalloh hozir shunday burchakni chiqarib bersalar. Keyin Fathulla aka keyingi ishlarimizni aytib ketasiz, nima kerak bo'lsa aytarsiz. Men mana obunachilarga murojaat qilaman-da. Nima kerak? Masalan, novimiz yo'q-da hali aka. Nov yo'q, kanki yo'q. O'lchab berib keting, necha metr nov ketadi? Qanday shularni aytib bersangiz, men keyin obunachilar bilan maslahatlashib
Keyin hozir mana metr necha bo'lyapti, Fatul aka? Yaxshisi 20 ming. 20 ming metr, ha? Ular o'zlari kelib qo'yib ketadimi, o'zimiz qo'yamiz buni? O'zimiz qo'yamiz. Ha, o'zimiz qo'yamiz. Ular просто yasab beradi. Ha, ha, ha. 20 ming so'mdan ekan o'lchab beraman uka debdi. Oldi orqasiga o'lchab berasiz aka? Oldi orqasiga o'lchab beradilar, necha metr olib ketadi. Keyin noviga bir qarashaverasizlar aka ukalar. Asta shu noviga deb, shu novni 2 yil qilsa, nasib xizmat qilsa shu yerga shavobi sizlarga borib tegib turadi inshaalloh. Hozir zaman qo'llab turgan aka-ukalardan, hojona, hojatlarimdan Alloh rozi bo'lsin. Barchalarga rahmat. Tanjonlar barcha shu O'zbekiston ahli, Tojikiston ahli, Qirg'iziston ahli, Qozog'iston xalqi hammalaringga rahmat. Hammalaringga rahmat. Birinchi proyektimda juda yaxshi qo'llanganlar, juda men sizlardan to'g'risam juda ham xursandman. Alloh uchun men sizlarni yaxshi ko'raman. Barchalaring aka-ukalarim, hojonam, hojatlarim. Agar Surxondaryoga kelib qolsanglar, o'zim kutib olib, mehmonim bo'lasizlar inshaalloh. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Shunday bir balani bir qishloqdan sana bu ko'tarilgan qishloqdan chiqqan bir javdor yigitni bir qo'llarlaring rahmat lekin. Akmal sen uddalaysan deb ishonch berdilaring. Befarq bo'lmadilaring. Shunday qayg'uli kunlarda ham Akmal qaddintik. Biz bormiz. Buyog'i zo'r bo'ladi. Birinchi proyekting shunday qiyin bo'ladi uka. Nasib buyog'i yaxshi bo'ladi deb meni qo'llab turgan barcha O'zbekistonmi, Tojikistonmi, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi, barcha viloyatlar, barcha respublikalardan kuzatib turgan aka-ukalarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat akajonlar. Shunday bir bo'ynan gapimda bir qishloqqa bir javdor balani qo'llab-quvvatlab ishonch berib, shu darajaga olib kelgaring rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Hurmatda sizlar bizni kuzatishda davom etinglar aka-ukalar.